inson qadri bo'lgan yurtda natija bo'ladi. Sizlar eng men uchun qadrli insonlarsizlar. Jonajon vatanimizda 35 yillik bayrami. Tarix uchun 35 yillik qisqa muddat, lekin biz uchun juda katta natija. Yangi Toshkentda teatr qurilyapti deb eshitdim. Koshki deb bir dumalab yosharib qolsam-da, siz ishlayotganda o'sha yerda xizmat qilsam. Allah hamma boshlagan ishlaringizga madadkor olsun. Sizga 100 yosh bersin, sizni ko'kragingizga yulduz taqish menga buyursin. Hurmatli Oliy bosh qo'mondoni, bugun siz bizga yangi O'zbekistonning yangi armiyasini yaratib berdingiz. 10 yillik faoliyatingiz davrida diniy ma'rifiy sohada juda ko'p islohotlarni amalga oshirdingiz.